Respublika finalining hayajoni tobora avjiga chiqmoqda. Har bir chiqish bilan tanlovning badiiy saviyasi yuksalib, sahnada nafaqat ijro mahorati, balki har bir hududning o'ziga xos musiqiy qiyofasi namoyon bo'lmoqda. Bu gal esa navbat yetib kelgan mamlakatimizning markaziy hududlari, Toshkent viloyati va Toshkent shahri jamoalarining chiqishlari haqida hikoya qilamiz. Bu jamoalarni umumiy bir jihat birlashtiradi. Ular milliy an'analarni zamonaviy ijro madaniyati bilan uyg'unlashtirishga intiladi. Ayni daqiqalarda Toshkent viloyati jamoasi sahna ortida. Yosh sozandalar so'nggi tayyorgarlikni yakunlab, respublika finalining eng mas'uliyatli daqiqalariga hozirlik ko'rmoqda. Har bir ansamblning o'z tarixi bo'ladi, ammo ularni haqiqiy jamoaga aylantiradigan narsa bir-birini his qila olish. Oylar davom etgan mashg'ulotlar yosh ijrochilarni nafaqat mahorat, balki jamoaviy uyg'unlik sari yetakladi. Bu gal ana shu mehnat natijasi katta sahnada namoyon bo'ldi. Ko'rkemay jamoasi ijro etadigan asarlarini o'qib eshitiraman. Birinchi asar Aka To'lg'avu, ikkinchi asar Yarka Silqim, uchinchi asar esa Turan. Aka To'lg'avu. Toshkent viloyati Oqqo'rg'on tumani Bo'qa mahallasida joylashgan 29-maktabning Ko'rkemay do'mbira ansamblining ishtirokchisiman. Men bu ko'rik tanloviga birinchi marta qatnashishim. Taassurotlarim juda chiroyli. Bu ko'rik tanloviga kelish uchun ancha harakat qildik. Tinimsiz ishlar bilan oxiri o'zimiz kutgan natijani oldik. Respublika bosqichida juda qizg'in bo'lib o'tdi. Asosiy maqsadimiz birinchi o'rinni olish. Bu libos biz o'zimizning millatimiz qozoq bo'lgani uchun o'z millatimizni tanitmoqchi bo'ldik. Uni har bir o'yinlari, ishlarni hammaga tanitmoqchi bo'ldik. Maqsadimiz shu. Biz bugungi ko'rik tanlovda qozoqning milliy kuylari Turan, Aka To'lg'avu, Yarka Silqim kabi ijrolarni ijro etdik va shu fursatdan foydalana o'tirib bizga shuncha shart-sharoitlar yaratib berayotgan, yoshlarni vaqtini behuda o'tkazishga yo'l qo'ymayotgan Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev Mirovanovichga rahmat aytamiz va bizni qo'llab-quvvatlab turgan ustozlarimizga, ota-onamizga, hammasiga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Qozoqning ultiq kuyi Yarka Silqim.
Har bir ijro baholanadi, ammo hakamlar uchun faqat texnik mahoratning o'zi kifoya emas. Jamoaviy uyg'unlik, sahna madaniyati, milliy kuylarning talqini va tomoshabin bilan hissiy muloqot ham muhim mezonlardan biri sanaladi. Bugungi chiqish aynan shu jihatlari bilan alohida e'tibor qozonmoqda. Respublika finalining navbatdagi ishtirokchilari ham sahnaga shay. Bu safar poytaxt vakillari Toshkent shahri jamoasiga navbat yetib keldi. Poytaxt yoshlari uchun bu sahna begona emas, ammo respublika finali har qanday tajribali jamoa uchun ham alohida sinov va mas'uliyat yuklaydi. Chunki bu yerda har bir chiqish tomoshabin qalbida taassurot qoldirishi kerak. Shu bois yosh ijrochilar bugungi bahsga katta mas'uliyat bilan tayyorgarlik ko'rishgan. Toshkent shahri jamoasi sahnada o'zligini namoyon qildi. Milliy va zamonaviy ijro usullarining uyg'unligi tomoshabinlarda iliq taassurot uyg'otdi. Har bir cholg'u o'z ovozi bilan ansamblning umumiy ruhini boyitdi.
Bugungi final yana bir haqiqatni namoyon etmoqda. Hududlar turlicha, ijro maktablari turlicha, ammo ularni birlashtirib turgan eng katta kuch milliy san'atga bo'lgan muhabbat. Ana shu mehr yosh iste'dodlarni bir sahnada jamlab, ularga o'z imkoniyatlarini ko'rsatish uchun mustahkam poydevor yaratmoqda. Endi esa xotiralarni bir varaqlaymiz. Toshkent viloyati va Toshkent shahrida o'tgan tanlov bosqichlari ham yosh iste'dodlarning yorqin chiqishlari va unutilmas taassurotlariga boy bo'lgan edi. Xo'sh, bu jamoalar ana shu saralash jarayonlaridan qanday o'tishgandi? Keling, qisqa fursatlarda eslab o'tamiz.
dutor yo'nalishiga qiziqishimga sabab bu olamdan bo'lgan. Dutor cholg'u asbobiga qiziqib qolganman. Hozirda 6 yildan beri dutor yo'nalishida ketyapman. Taassurotlar yaxshi bo'ldi. Birinchi o'rinda hayajon bosdi, chunki har qanday sahnaga chiqayotganda hayajon bosadi. Lekin yengishga harakat qildim. Husan bilan biz ukam bilan Urbob yo'nalishida 7 yildan beri shunaqa shug'ullanamiz. Maktabda o'tkazilgan tanlovlarda, tumanda o'tkaziladigan, viloyatda o'tkazilgan tanlovlarda qatnashib kelamiz. O'tgan yil yallama yorim chaluvdik, bu yil bolalar valsini chaldik. Bolalar valsini tanlaganimiz sababi bolalarga xos bo'lgani uchun va chiroyli bo'lgani uchun biz jamoamiz bilan 1,5 oy tayinlandik. Kelajakda ham shu soha bo'yicha ketmoqchimiz. Judayam hayajon kuchli. Lola raqsi, yallama yorim, yana shunga o'xshash kuylar chaldik. Men birinchi yil qatnashishim, lekin birinchi o'rin olamiz degan umiddaman. O'tgan yil ham xuddi shunaqa ko'rik tanloviga qatnashib ko'rganimizda afsuski 3-o'rin bo'lib qolgan. Bu yil o'zimizning ustimizda ko'plab ishladik va birinchi o'rin oladigan umiddamiz. 4 ta asarni papuri qilib chaldik: Qarnava, Yallama yorim, Lola raqsi va Yalli bobo. O'tgan yil lekin bunaqa asarlar bo'lmagan. Ya'ni o'zimiz ustimizda ko'plab ishlab, bundan ham zo'r asar chiqarishga harakat qildik. Va men kelajakda ustozimga o'xshagan kuchli dutorchi bo'lmoqchiman. Bizning komandamizning ati Ko'rkemay. Hozir biz ko'rermenlarga Qazlar alqasini Erturan және Erkesilqim Andirin kuylarini o'rindab berdik. Qozoqning tarixini ko'rsatmoqchi bo'ldik. Сол sebepda o'sha kuyni tanlab aytib berdik. Biz Lolachi asari bilan G'afur Qodirov aytgan Bahor kuyini tanladik. Tayyorgarlik juda ham tez bo'ldi. Biz dutori ushlab ham ko'rmagandik, lekin juda ham zo'r tayyorlantirdilar ustozimiz. 2 oy ichida shu asarlarni notalar bilan qo'shib o'rgandik. Yutamiz deb o'ylayman. Viloyat bosqichida ham juda kuchli va zo'r chaladigan bolalar ko'p. Biz viloyat bosqichida o'zbek xalq kuyi Qarnavo va o'zbek xalq kuyi Do'lancha kuyini chalib berdik. Chunki bu kuylar viloyat bosqichiga mos ham darajasi yuqoriroq bo'lgani uchun shu kuylarni tanladik. 3 yildan beri dutor bilan shug'ullanib kelamiz. Iqtidor maktab ansamblida o'zimiz uchun qiziqish bo'lgan, shuning uchun qatnashishga qaror qilganmiz. O'tgan yil ham qatnashganmiz. Bu yil yana ham katta tayyorgarliklar bilan keldik. Cholg'ularni ko'paytirdik. Bugun biz yurtimiz navolaridan, har bitta viloyatdan qisqa kuylarni olib papuri chaldik. Ko'nglimiz to'ldi, hayajon kuchli. Bu tanlov birinchidan bolalarni shu musiqa cholg'usiga, musiqani sevishga o'rgatadi. Tanlovda bekorchi bo'lib yurishmaydi bolalar, to'garaklarga qatnashadi. O'shaning uchun kerak bo'ladi. Maktabimizda dutorchi qizlar ansambliga o'zim rahbarlik qilaman. Men o'ylaymanki, yaxshi o'rinlar olamiz degan umiddaman. Juda men xursand bo'lganim, oddiy o'zimizning maktablarda ham shunchalik milliy asboblarni rivojlanayotgani, bolalarning qiziqishi ko'payayotgani, keyin ansambl bo'lib chalishayotganiga xursand bo'laman. Hamma asboblar bor. Har bitta maktabda ansambllar ko'paysa biz xursand bo'lardik. Bolalarning qiziqishi juda ham yaxshi.
Bizning ansamblimiz san'atni, milliy san'atni sevuvchi yosh sozandalardan tashkil topgan. Biz bugun ijromiz bilan hakamlar hay'atini va tinglovchilarni yuraklaridan joy oldik degan umiddamiz. Biz bugun dutorim va navoshi dutor kuylarini ijro etdik. Bu kuylarni tanlashimizda milliylikka ko'proq urg'u berdik. Muhtaram prezidentimiz tashabbuslari bilan tashkil etilgan iqtidor maktab ansambli bo'yicha biz jamoa bilan ishlashni o'rganyapmiz. Sahnaga chiqib ijro etishni, birlashishni, ularga juda ham kattakon rahmatlar aytib qolgan bo'lardim. Bir necha yillar davomida Shayxontohur tumani 84-maktabda musiqa o'qituvchisi bo'lib faoliyat yuritib kelaman. Prezidentimiz tarafidan mana keyingi yillarda milliy musiqamizga bo'lgan qiziqishni uyg'otish, uni rivojlantirish borasida olib borayotgan ishlari mana juda ham katta natijalar bermoqda. Yoshlarimiz mana shu milliy cholg'ularimizda kuy chalishga ancha qiziqishi ortib bormoqda. Men o'ylaymanki, mana shu sa'y harakatlar bizning mumtoz musiqamizning, milliy musiqamizning butun dunyoga taralishida ancha katta rol o'ynaydi va bu yo'lda albatta prezidentimizga katta rahmat aytib qolamiz. Iqtidor maktab ansamblining Toshkent shahar bosqichiga start berdik. 12 ta tumandan jami 326 ta maktabimiz bor. 326 ta maktabimizdan jami 3260 nafar jamoa qatnashgan. Bu degani 13040 nafar o'quvchi hisoblanadi. Iqtidor maktab ansambli eng avvalo kasbga qiziqtirish, milliy cholg'u asboblarimizni o'rganish, tariximizni o'rganish, kelajakka bo'lgan qiziqishi, shu milliyligimizdan, milliy cholg'u asboblarimizni dunyo bosqichiga olib chiqishda katta yordam beradigan tadbir tashkil qilingan. Yildan yilga qamrovimiz oshib bormoqda. Bugungi shahar bosqichimizga 12 ta tumanimizdan jami 100 nafarga yaqin o'quvchi yoshlarimiz ishtirok etmoqda. Professional hakamlarimiz jalb qilingan. Shahar bosqichida qaysi tumanimiz g'olib bo'lganligidan qat'iy nazar respublika bosqichida Toshkent shahar sharafini munosib himoya qiladigan umiddamiz. Omad tilab qolamiz. Respublika finali ishtirokchilari o'zining eng hayajonli pallalardan birini boshdan kechirmoqda. Tomoshabinlar birin-ketin namoyish etilayotgan ijrolarni qizg'in olqishlar bilan qarshi olishdi. Toshkent viloyati va poytaxt yoshlari bugun yana bir haqiqatni isbotladi. San'atning asl kuchi hududlar o'rtasidagi farqda emas, u qalblarni birlashtira olishidadir. Bir sahnada yangragan har bir kuy, har bir ohang va ijro mamlakatimizning boy musiqiy madaniyati naqadar rang-barang ekanligini ko'rsatib bera oldi. Respublika finali esa mana shu nuqtada o'zining eng hayajonli lahzalari bilan tarixga muhrlanib qoldi. Oldinda esa ishtirokchilarni unutilmas taassurotlarga boy jarayonlar kutmoqda. Demak, tafsilotlarni biz bilan kuzatib boring.